Assalomu alaykum. So'roy bozori kanali hurmatli obunachilari. Bizni muntazam ravishda, tasodifiy ravishda kuzatib borayotgan YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana bugun sizlar uchun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha mashhur optimchilari va arzonchilari yig'ilgan So'roy qishlog'i Toshloq mahallasidan obunachilar Ziyodbek akamizni mening mol firmasiga kelganmiz. Obunachilar bugun ochig'ini aytganda YouTube tarmoqlari portlaydi. Nimaki Ziyodbek akamizda eng kichkina buzovni bo'yi 25 santimetrli buqalarda o'ta go'zallaridan kelibdi. Bir donadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, biz bo'lmasa obunachilar syomkamizni boshladik. Kimga mana bunday shvedni o'ta go'zallari kerakmi? Zo'rlarini boqaman dedingizmi? Albatta pastdagi nomerlarga, Ziyodbek akamizning nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lmasa Ziyodbek akamizga so'zdan beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Obunachilar tuzingizlar. Sog'lig'ing yaxshimi? Xudo xolasa bugungi kun hammamizga barakatli bo'lgan bo'lishini nasib qilsin. Xudo xolasa yangi partiyalarimiz keldi. Bu safar kattaroqlari keldi. Imkon qadar ko'pchilik aytayaptiki, kattaroqlardan olib keling. Ko'p mehnat ko'p bo'lmasin, ozroq bo'lsin. Ozgina yemlab turib sotadigan bo'lsin, yana oladigan aylantirishga tez bo'lsin deyishuvdi. Kattaroqlardan olib keldik imkon qadar. Talab va istaklarga binoan yangilari, so'raganlari yetib keldi, xudo xolasa. Xo'p, bo'lmasa ochig'ini aytganda mana molni zo'rlari kelibdi-da, mana eng kichkinasini hozir ikkalamiz o'lchab ko'rdik, 25 santimetr chiqdi birov, ha. Bo'lmasa sekin burishqitidan obzorini boshlaylik. Xo'pda, Yaxshisidan boshlayveramiz, kattasidan. Asli hammasi ham yaxshi ekan. Hurmati bor deydi. Bo'laveradi. Bu og'ilimizda 25 santimetr qasi. Aha. Buri 30 plyusi kattasi xudo xolasa. Xudo xolasa eng buri 30 plyuslar, ha. Bu biri 25 santisi ham bitta xolos. Qolganlari biri 30 atrofida. O'shanaqa 25 plyus, 30 plyus o'shanaqa atrofida. Xo'p, bo'laveradi. Bo'lmasa mana bunday birinchisiga o'sha kilaga ham to'g'ri kelaveradigan variantida obunachilar mana belga qo'lni qo'yganlarida qarang, qo'l qanaqa bo'lib qolyapti obunachilar. Ildiligini ko'ringlar. Jonivor. Gardanlari o'ta gardanli mol. Asosan molni badani zo'r. Xudo xolasa. Mehnati oz, xudo xolasa. Mehnati oz, to'ppa to'g'ri. Xo'p. Buniki deyta bir yosh oyligi hali chiqarmagan, ha? Yo'q. Hali buzakmi hali? Yosh hali ular. Asosan kurayurganni olib kelmaymiz biz. Joningiz sog' bo'lsin, obunachilar oyoq qo'llari haqiqatan o'ta go'zal bor. Mana bu tarafdan ham turishimda oldini ham ko'rsating. O'ta boshqacha mol, baquvvat mol. Molni telefonning ekraniga sig'mayapti mol. Obunachilar. Odatda katta mol kichkina ko'rinadi, kichkina mol katta ko'rinadi-da. Bo'lmasa, hop, nechtasini bitta chiqaramiz buni? Hop, video cho'zilmasin, 4ta, 2ta qilib aytib. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar birinchisiga shved, ikkinchisiga mana bunday ola shvedlaridan oyoq qo'lini to'xtab turing, shunday. Bu obunachilar oyoqni ko'ringlar. Qo'l yetmayapti mana. Yarmiga ham kelmayapti qo'l. Mol gardalli, o'ta katta mana. Odam orqasiga o'tsa, ochig'ini aytganda ko'rinmay qoladigan darajada buqa ekan. Ideal buqa xudo xolasa. Bir-biridan go'zal. Bir ayblagida yo'q. Hali aytadi-yu, bitta gapingiz bor-ku. Qorong'iga shunday svetni o'chirib kirgizib yuboraman. Bittasini, liboy bittasini olib chiqsa, o'shasi ham yoqadigan darajada haqiqatan ana shunday buqalar kelibdi. Hop, ikkinchisiga mana bunday. Ana buni yosh oyligini bilaman. Hop. 11 oylik. 11 oylik, ha? 11 oylik. Obunachilar 11 oylik buqa. Egasi aytgan 11 oylik. Jonivor. Lekin orqasi haqiqatan o'ta go'zal ekan. 2 yoshda ana fasadini beradi. Endi undan keyingisiga ham shved tichqon terisidan. Haqiqatan bir-biridan go'zal, Mol. Nima deyapti deydi-yu. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, lekin oldiga kelib badaniga qo'lni qo'ygan odam, ha, haqiqatan shunaqa mol ekan deydi. Gardanni ko'rib turib, gardaniga oyoq qo'llarini ko'rib. Hop, uchinchisiga mana bunday shved. Hop, to'rtinchisiga ham qora shvedlarimizdan, qora shved variantlaridan. Jonivor, Kiyik. Bor-ku? Kiyik. Uloqqa chopilaveradi bu. Zaruratdanga. Zaruratdanga uloqqa chopilaveradi. Obunachilar, ko'ringlar, haqiqatan
uloqqa chopsa bo'laveradigan variantlari. Hop, to'rttasini mana obunachilar ko'rdilar. To'rttasi bir-biridan go'zal. Ayiblaydigan joyi yo'q. Bitta olsa ham, ikkita olsa ham bo'lib olishga ham ketaveradi. Bitta olsa ham sotiladi, xudo xolasa. Hop, bu to'rttasiga hop bir joyga bo'ladigan bo'lsa 23 million 800 mingdan berishaveradi. Kami bor, kelishtirib yetkazib beriladi, xudo xolasa. 23 million 800 ming so'mdan. 800 ming so'mdan. Eng Hop. kichkinasi narxida bo'lyapti. Hurmatli obunachilar, 23 million 800 ming so'mdan narx qo'yildi mana bu to'rtta buqamizga. Hop. Bularni tanlab olishga ham, ikkita olsa ham narxi o'zgaradimi? O'zgaradi. Nimaiki hammasi bir xil standartda chiqqan bo'lmasda. Ha. Qo'yiq suvi degan narsa. Qo'yiq suvi to'ppa to'g'ri. Bo'lmasa, hop, to'rttasini so'ramayman, 23 million 800 deyapsiz. Telefon qilsa Toshkentga yetkazib olib borib berasiz. Borib beramiz, xudo xolasa. Telefon qilishdan ishlarni bitiramiz. Bitmagan ishni o'zi yo'q hozirgacha. hop, o'zi yo'q. Obunachilar 23 million 800 ming so'mdan narx qo'yildi. To'rttasi bitta joyga. Telefon qilsalar albatta chiroyli qilib, ozgina sunnatiga yoki kamiga qilib o'tib beradilar. Bo'lmasa undan keyingi variantlariga mana bunday Angus gibrid mana. Angus gibridlaridan. Hop. Buni bitta qo'yamizmi, nechta qo'yamiz? Buni ham 4 ta. Hop, bo'lmasa 4 ta qo'yar ekanmiz bunisini ham. Birinchisiga mana bunday Angus so'raganlarga obunachilar, O'ta kuchli bu. Angus gibrid, lekin orqasi o'ta keng narsa ekan. Obunachilar mana korpusda. Mana bu tarafi ham, bu tarafi ham xudo xolasa o'ta go'zal holatda. Ikkinchisiga ham bunday olasi, ola variant deydi. Bu ham ayib polvonga o'xshab ketar ekan, bunday qaraganda. O'ta gardani mol. Oldini. Mol bunaqasiga uzun mol ekan, obunachilar ko'ringlar. O'ta gardani kuchli mol, oldi kuchli. Haqiqatdan. Bahbaqalari ham o'ziga yarashib turibdi. Oyoq qo'llari ham o'ta go'zal holatda. Hop, ikkinchisiga, uchinchisiga shved. Shved. Turibdi mana. Qo'llardan ham oling. Oyoq qo'llari ham uniki ham yaxshi ekan. Obunachilar bir kishini kutish yetmayapti bir tarafga surgani. Hop, bu uchinchisi. Hop, to'rtinchisiga mana bunday. Bunisi ham shved. Arqonga tushmagan. Arqonga tushmagan ekan, ko'rinib turibdi. Voy jonivor ey. Hop, to'rtinchisiga shved. Hop, endi buni keyingi to'rttaligimizni narxi bir joyga bo'ladigan bo'lsa qanaqa bo'ladi? Hop, bularni bir joyga olinsin 22 million 200 ming so'mdan yetkazib beramiz, xudo xolasa. 22 million 200 ming so'mdan. 22 million 200 ming so'mdan. 22 yarim boshqa gap so'zlar yo'q. 22 million 200 mingdan uylarga yetkazib beriladi. 22 dan endi telefon qilib jo'natib yuboring desa jo'natib yuboramizmi? 22 dan o'xshamay qoladi. 22 dan o'xshamay qoladi. Ya aytibman, u dunyo qo'yilmaydi o'zi, men uni istadi. Hop, 22 yarim demadim-da. Shu bera boshlag'im 22 million 200 ming so'mdan aytib qo'ya qoldim. To'rttasi bitta joyga 22 million 200 ming so'mdan. 22 Hop. million 200 ming so'm. Tanlab olishga bularning narxi ham o'zgaradi, ha? Bularning Agar- narxi ham o'zgaradi. Kichkinasini tanlab olsa narxi pasayadimi yoki eng kichkinasini narxini tanlasa o'sha aytilgan narxga yetib boradimi? Eng kichkinasi bo'ladigan bo'lsa, o'tib beriladi. O'tib beriladi. O'tib kamini qilib beriladi. Hop, bo'laveradi. Obunachilar eng kichkinasini tanlab olsangiz ham albatta o'tib beriladi. Narxlari hop, kelishilgan holda 22 million 200 ming so'mdan. Demakki, mana shu buqalar ham birinchidagilardan ko'p farqi yo'q-da. Ko'p farqi yo'q, to'ppa to'g'ri. 30 plus bo'ladigan bo'lsa 30, bular 2 santi kam bo'lishi mumkin. 1-2 sm bo'yi kalta, lekin 22 narxida ancha farqi bor. 30 chiqadi mana shulardan ham. Shunaqa. Bo'lmasa hozir bulardan ham bitta master klassga bo'yni o'lchab ko'ramiz. Shularni mana 22 million 200 liklarni qiziqishga bo'yni o'lchab qo'yamiz. Obunachilar undan keyingisiga ana bunday shved, to'pponcha, 7 ishtisi o'ta go'zallari, zo'rlaridan oyoq qo'llari ham baquvvat. Xudo xolasa, uyingizga olib borgandan keyin uyaltirmaydi. 7 ishtilari xudo xolasa. Xo'p, bo'lmasa bu ikkitasini bitta chiqaramiz endi. Ikkitasini bitta aytamiz. Ikkitasi bir-biriga mos obunachilar. Mana bunisi ham orqa korpuslar ideal holatda. Bunisiniki ham o'zi oldi galdirlari to'lib kelishdi boshlagan. Xo'p, bo'lmasa bu ikkitasini narxi nima deymiz? Bir joyga bo'ladigan bo'lsa 21 milliondan berishaveradi. 21 million so'mdan telefon qilsa kelishadigan joyi bor ozgina. kelishadigan joyi bor.
Xo'p, obunachilar aytilgan narxlar albatta muhim emas. Telefon qiling, albatta o'zingizni savdoingizni qiling. Xudo xolasa, narxlar menimcha o'ta go'zal bo'ldi, zo'r bo'ldi. Xo'p, bo'lmasa bunday qilaylik, boya o'lchaymiz dediku, metrimiz bormi? Bor. Xo'p, bo'lmasa qiziqishga boya endi ko'p farq qilmaydilar. Dedilar ziyod berganmiz. Mashinasini bitta o'lchab ko'ring-chi. Mana. Mashina o'lchab ko'ring-chi, keyin narigini o'lchab ko'raverasiz. Hali gapimizga isbot. Necha chiqyapti? Obunachilar 128. Qani? Mana. 128 oshiq 130 ga tirayapti. Aytdimmi? Narigisini ham bitta o'lchangchi, qancha qiziqishga bunisi ham. Ashina. Endi hali narxida ko'p tafovut qilyapti-yu, lekin bo'yi uncha tafovut qilgani yo'q. Obunachilar 128 ta. 128 sm. 2 sant farq bo'lishi mumkin. Xo'p, obunachilar, albatta telefon qiling, tanlovda adashmang, pastdagi nomerlar. Xo'p, sizlarda xizmatinglarda bo'ladi. Inshaalloh lokatsiyalar tashlab beriladi, telefon qilsalaring, imkon darajasida molni ustiga kelib ko'rib, savdo qilganga yetmaydi, to'g'rimi? Albatta. Qanaqa mol olishyapti, qanaqa mol savdo qilishyapti. Imkon imkonlari bo'lsa kelib ko'rib olsin. Ha. Imkonlari bo'lmaganlarga ham uzoqdagilarga har qanday ma'lumotlarni berib, yetkazib berilyapti. Xudo xolasa, xursand bo'lib rahmatini aytib Ha. Bo'laveradi. Bo'lmasa, imkon darajasida telefon qilishadi, qanaqadir tushunmagan ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, video syomka qilib berilaveradi. Ha, ma'lumotlarni beriladi, xudo xolasa. Bo'lmasa obunachilar telefon qilishga shoshilasizlar. Nimayaki narxlar o'ta go'zal bo'ldi, zo'r bo'ldi. Telefon qilganda ham So'roy bozoridan chiqdik. Hop, deshizdan chiqmasin. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling obunachilar. Bugungi syomkamizga yakun yasaymiz.